Men 28 yoshimda o'z kuchim bilan bo'zakcha oldim. Bilaman, narxi hammaga qiziq va biz bu bo'zakchani 11 millionga oldik. Bu bittasi, ikkinchisi endi keladi. Qo'y olsakmi, mol olsakmi deb uzoq o'ylandik va nihoyat ikkita bo'zakcha boqish qaroriga keldik. Ko'pchilik qo'y olishni tavsiya qilgan edi, lekin bizda hozir qo'y uchun qo'ra yo'q. Shu sababdan ham bo'zak olib qo'ya qoldik. Endi mol boqadiganlar hayvonni qanday qilib semirtirish va samarali katta qilish yo'llarini kommentariyaga yozib ketinglar. Bu bo'zakchamiz qizaloq va biz buni boqib katta sigir qilmoqchimiz. Molxonamiz ancha katta, 4-5 ta bo'zak sig'adi. Niyat molxonani to'ldirish. Jahon bozordan 230 mingga shu ilgichni oldim. Endi sizlar bilan birgalikda tikkalab uyga o'rnatib olamiz. Rasmiga qarab osongina terib olsam kerak deb o'ylagan edim. Qayoqda deysizlar, ichidan 50 xil bolt gaykalar chiqib kelsa bo'ladimi? Instruksiyasiga qarab eplolmasligimga ko'zim yetdi. Ochig'ini aytadigan bo'lsam, o'ylanib boshim muqotirgim kelmadi va ukamlarni chaqirdim. Yarim soatga qolmasdan hammamiz birgalikda tikkalab oldik. Ilgich temirdan 88 kilogacha ko'tara olar ekan. Bu ilgichda oq yaltiroq rangidan ham ko'rdim. Shunaqa chiroyli ekan, lekin uni ko'rgan paytimda men qorasini allaqachon sotib olib bo'lgan edim. Eshitishim bo'yicha kelinlar shunaqa ilgichlardan arendaga olib, seplarini ilib qo'yishyapti ekan. Men ham 3-4 xil qilib olib, arendaga berib qo'yib, biznes qilsam qanaqa bo'lar ekan, nima deysizlar? Sizlar tarafda sep yoyadigan kelinlar hali ham bormi o'zi? Bu nafaqat menga, uydagilarga ham yoqdi. Menga o'xshab bir xillikdan tez zerikadiganlar uchun yaxshi ekan. Hech kim yordamsiz u yoqdan bu yoqqa bemalol siljitib olaverasiz ekan. Jahon bozoridagi bu o'g'aloqlarda endilikda siz 1,5 millionga emas, bor yo'g'i 1 million 400 ming so'mga xarid qilishingiz mumkin. Sharti faqat bittagina shu Ideal Mebel profiliga obuna bo'lasiz va ushbu videomizga bittagina like bosib qo'yasiz. Kelib shu yerdagi o'g'aloqlardan istaganingizni tanlab olib keta olasiz. Endi men sizga boshqa mebellarni ham narxlari bilan ko'rsataman. Oyoq kiyim uchun mo'ljallangan ushbu podstavkalarning narxi 450 ming so'm, lekin agar siz obuna bo'lib keladigan bo'lsangiz 400 ming so'mga olib ketishingiz mumkin bo'ladi. Ushbu shkaflarning narxi bo'lsa, bunisi 1,5 million so'm, bunisi 1 million 600 ming so'm. O'sha gap, agar obuna bo'lib keladigan bo'lsangiz, albatta bularga ham chegirmasi bor. Divanlarning donasining narxi 850 ming so'm, obuna bilan kelsangiz 800 ming so'm bo'ladi. Trimol narxi 650 ming, obuna bilan kelganingizda 600 ming so'mga olishingiz mumkin. Ko'plab talablarga binoan ruchkasiz ishlangan oshxona mebeli high-tech fasonida. Buni siz hech qayerdan 3,5 milliondan past narxga topa olmaysiz. Bu yerda bo'lsa narxi 3 million so'm. Obuna bo'lib kelganlar uchun albatta chegirmasi bor. Andijonliklar Jahon bozoriga kela olasiz. Do'kon shundoqqina yo'lda bo'yida joylashgan. Topa olmasangiz telefon qiling. Dastavka xizmati O'zbekiston bo'ylab masofaga qarab pullik yoki bepul bo'ladi. Nabor sponsori videosini olib tashladim, chunki homiylik uchun joylar to'lib bo'ldi. 99 tadan bitta ham oshiqcha olmayman degan edim. 99 tani hammasini olib bo'ldik. 2-3 tasini pullarni ham qaytarib berdim hattoki. Chunki so'raganlarga ko'plariga haligi price list tashalgan, kartalar tashalgan. Ular joy to'lganini bilmasdan tashlab yuborishgan xullas. Kimga karta tashlagan bo'lsam, bo'ldi, pul solmanglar o'rtoqlar. Nabor sponsori yopildi. Xudo xolasa konkursga ertaga start beramiz. Homiylarim va konkurs ishtirok etmoqchi bo'lganlar tayyor turinglar. 3 oydir kesimli toshni qidirib yuribmiz. Lekin toshni topganimizda undan qanday foydalanishimizni hech kim bilmaydi. Richard bundan ham qiyinroq vazifalarni bajara olgan. Ishonamanki, vaqt kelganida taqdir uning savoliga javob olishga imkon yaratadi.
Vokzaldagi shimoliy devor uchida qadimiy o'roqli xat bor. Kecha tarozi olgan edim, sizlarga ko'rsatmoqchi edim. Hozir necha kilo bo'lib qolganimni, lekin batareykasini topolmay qolib video qila olmagan edim va hozir sizlarga ayni paytda necha kilogacha chiqib ketganimni ko'rsataman. Xo'p, qarab turinglar. 58 u 60 mi? Xullas, mana bugun sizlar bilan birgalikda tandirda non yopamiz. Sut uchun uzoqqa borib o'tirmaymiz, chunki bir devor qo'shnimizda sigir bor. Anchadan beri nonni sotib olib yeyotgan edik, lekin ayam kelib, ko'payishib qolib, bugun non yopishga qaror qildik. Ayammi 10 yildan beri endi non yopishi, men bo'lsa mustaqil umuman yopib ko'rmaganman. Chunki bunga zarurat bo'lmagan, oilada ko'pchilik bo'lganimiz uchun mendan kattalar buni qishlarda o'zi qilar edi. Menga navbat kelganda bo'lsa nimagadir non yopishga ehtiyoj qolmagan. Ya'ni sotib olib yeganmiz. Dadam orada novvoychilik qilgan, o'sha yerda non kelar edi. Xullas meni yelkamga non yopish majburiyati tushmagan. Lekin bu qiyin ish emas. Odamni boshiga tushsa, harakat qilsa eplaydi. Bugungi nonni bo'lsa, xamirini men qilib berdim. Ayam bilan birgalikda yasadik. Tandirga ayam o't qo'ydi, u yog'iga men yonida turdim. Nonga tegirmon unidan foydalangan yaxshi, lekin biz birinchi sort undan qilganimiz uchun yoyishga ancha qiynaldik va shu bilan mazali non tayyor bo'ldi. Ta'mi zo'r, ko'rinishiga bo'lsa o'zinglar baho beringlar. Mahallamiz istarbalar yangilanib, metga yangi qo'yildi. Shunga 3-4 kundan beri svet yo'q, o'chyapti kunduzida. Bitta telefonim o'chib qoldi, zarati tugab. Berib yubordim. Yaxshi ham bittasini qo'limdagini kechqurun qo'yib qo'ygan ekanman. Hozir endi shunda videolar olib istoriya qo'yyapman. Instagramda meni boshidan beri kuzatadiganlar biladi. Moskvada 1 yil yashaganman. Ayam, ukamlar bilan babuliga qaraganman. Rossiya hayoti menga yoqqan, ya'ni u yerda yashash, shart-sharoitlar, ko'p narsa qulay. Shu sababdan ham Rossiyada yashab, o'zini hayotini ko'rsatib boradigan blogerlarda shunaqa profillarni kuzatish menga yoqadi. O'tib shunaqa profillardan bittasini atmetka qildim. Andijonlik Odinaxon degan ayolda profili. Ular Rossiyada 8 yildan beri ishlaydi ekan. Hozir restoranda ishlaydi ekan. Instagram profilini yurgizishni yaqinda boshlabdi. O'zini hayotini ko'rsatib borar ekan. Undan tashqari restoranda tayyorlanadigan salatlar, har xil taomlar, souslarni ham tayyorlanishini ko'rsatib boraman dedi. Profiliga obuna bo'lsanglar, zerikmaysizlar deb o'ylayman. يا من أتيت فزدت حبنا أسعدتنا وجمعت شملنا أنت هدية من الله لنا بعد انتظارنا لك طول السنة فيك السرور والهنا حمدا لك يا ربنا عيد سعيد Let's enjoy